Assalomu alaykum. Bugun challengeimizning 46-kuni. Bugungi muammoimiz nimadan iborat? Bizda katta jadvallarda aynan telefon raqamlar takrorlanib qolish ehtimoli juda yuqori. Shu sababdan bugun takrorlanayotgan raqamlarni ajratib olishni o'rganib olamiz. Demak, bu uchun kerakli yacheykani belgilab, formulani kiritamiz. Birinchi formulamizning nomi yesli deb nomlanadi. Yesli degan formulani yozib olgandan so'ng, schyot yesli formulamizni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Bu formulani ham yozib bo'lgandan so'ng, kerakli telefon raqamlar yozilgan ustunni belgilab qo'yamiz va bu ustunni qotirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ana undan so'ng nuqta virgul belgisini qo'yamiz va kerakli yacheyka telefon raqami yozilgan yacheykani belgilab olamiz va qavsni yopamiz. Undan so'ng katta belgisini qo'yamiz. Agar schyot yeslida raqam topilsa, birdan katta bo'ladigan bo'lsa, nuqta virgulni qo'yamiz, qo'shtirnoq ochib, duplikat so'zini kiritib qo'yamiz va qo'shtirnoqni yopamiz va nuqta virgulni qo'yamiz. Va yana qo'shtirnoq ichida hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, ok so'zini qo'yamiz va qavsni yopib qo'yamiz va enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, jadval ichida bu nomerning o'xshashi bor ekan. Tekshirib chiqish uchun mana 3-chi turgan raqam bilan 1-chi raqam bir xil. Shuni aniqlab duplikat deb ko'rsatmoqda. Buni butun jadval uchun ishlatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Shu holatda takrorlanmayotgan raqamlarni osonlik bilan ajratib olamiz.